Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsizlik qıtaqlar ekranımız olsun. Şərq Türkistandakı qattiq təqib həqiqi vəziyyətni paş qılmaqda. Qısqa sillarda tarqalğan Şərq Türkistandakı qattiq təqib görünüşləri Xitay təşviq qılıbatqan hər millət xalqining bayashat yaşayotganligi səpsətisining butunlay yolg'onligini pash qilmoqda. Lager shohidi Zumrat Davud xonim Facebook hisobotida tarqatgan birsin Xitoyning Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatga tashviq qilayotgan atalmish zo'r turkumdagi xalqni ishga o'rinlashtirdik, xalq ommasi baxtli yashamoqda degan tashviqotining yolg'on ekanligini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qattiq ta'qib qilish, chatga qiqish jinoyatlarining davomlashayotganligini oshkorlagan. Mazkur sinda Sharq Turkistondagi odam ishlatuvchi o'rin bilan soqchi organlarining Uyg'urlarni qattiq ta'qib qilishi sababli Uyg'urlarning ishga o'rinlashishiga to'salg'u bo'lganligi pash qilingan. Sinda oshkorlanishicha, nurg'unlagan Uyg'urlar Urumchiga chiqib ishga o'rinlashishda qattiq qiyinchilikqa duch kelgan bo'lib, sinni tarqatgan Uyg'ur xizmatchi qabul qilish e'loniga asosan odam ishlatuvchi o'ringa tizimlat qilib borgan. Bu jarayonda ishlatuvchi o'rin kimlik o'tmadi, kimlikda masala bor ekan degandek bahonalarni ko'rsatgan. Kimlik egasi o'zi turishliq mahalla soqchixonasiga berib ahvolni degandan keyin soqchixona xodimlari kimlikda masala yo'q ekan, navoda kimligingizda masala bo'lgan bo'lsa, biz sizni mahalladan sirtqa chiqarmagan bo'ladiq deb yo'lga solgan. Soqchixona xodimlarining so'zi odam ishlatuvchi o'ringa yetkazilgan bo'lsa-mu, biroq ular soqchixona hech qanday jinoyat xotirasi yo'q ekanligi haqida isbot chiqarib bersin deb qayta yo'lga solgan. Soqchixonaga qayta borganda xodimlar odam ishlatuvchi o'rin sizga bir parcha xat qilib bersin, undan sizga jinoyat xotirasi yo'q degan isbotni qilib berayli deb yo'lga solgan. Mazkur Uyg'ur oxir odam ishlatmoqchi bo'lgan idoraga berib xat chiqarib berishni talab qilganda, ular biz sizga nima deb xat qilib bergudakmiz, faqat siz turishliq o'rindan isbot chiqarib bersalar hamma ish bitadi degan. Natijada mazkur Uyg'ur soqchixona bilan ishlatuvchi o'rinning orasida qotirab yurib, ishga o'rinlashish masalasini hal qila olmagan. Xitoy yaqinqi yillardan beri atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari ommaviy ishga o'rinlashtirish mulozimat markazi, odam kuchi boyligi markazi qatorliq organlar va atalmish nomzodlarni ishga o'rinlashtirish, yezilardagi 5-amgak kuchini yo'tkab ishga o'rinlashtirish, ishik oldida ishga o'rinlashtirish degandek nomlar bilan xalqaro jamiyatni aldashga urinib kelmoqda. Halbuki Xitoy yillardan beri Sharq Turkiston xalqini qattiq ta'qib qilib, keng ko'lamlik tutqun qilib, jazo lageri va turmalarga solab, irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan nazorat tadbirlari izchil davom qilayotgan bo'lib, bu xil bostirish siyosatining turtkisida Xitoy Sharq Turkistonning har qaysi rayonlariga minglagan bexatarlik kamerasi, chiroy farqlantirish uskunasi va soqchi punktlarini ta'sis qilib, Sharq Turkiston xalqini qattiq nazorat ostida qiynamoqda. Italiya DeepSeek'ni cheklab tekshirishga boshladi. Italiya sonliq ma'lumot nazorat organi Xitoyning sun'iy aql supisi DeepSeek'ni cheklab tekshirish boshlagan. Italiya sonliq ma'lumot qo'g'dash idorasi 30-yanvar Xitoy shirkatining DeepSeek sun'iy aql paranglashish robotini tekshirishga boshlagan hamda uning Italiyadagi ishlatuvchilarining sonliq ma'lumotlarini bartaraf qilishni cheklaganligini bildirgan. Italiya sonliq ma'lumot qo'g'dash idorasi shirkatdan shaxsiy sonliq ma'lumotlarni qanday ishlatayotganligi haqidagi tafsilotni so'ragandan keyin Xitoy shirkatidan olgan javobning butunlay yetarsiz bo'lganligi sababli tadbir qo'llanishni qaror qilganligini bildirgan. Bu organ bir bayonotida DeepSeek paranglashish roboti mulozimatini ta'minlaydigan Xitoy shirkatlaridan Hangzhou DeepSeek va Beijing DeepSeek shirkatlarining italiyalik ishlatuvchilarning sonliq ma'lumotlarini bartaraf qilishini jiddiy va darhol cheklash buyrug'i tushirganligini aytgan. Bildirilishicha, bu cheklash tadbiri Italiyadagi ishlatuvchilarning sonliq ma'lumotlarini qo'g'dash maqsadida ijro qilingan bo'lib, munosabatli shirkatlardan olgan javoblar butunlay yetarsiz deb qaralgandan keyin chiqarilgan qaror ekan. Senkaku orolining Yaponiya-Amerika hamkorligi doirasida ekanligi ta'kidlandi. Yaponiya bilan Amerikaning mudofaa ministrlari Xitoy bilan Yaponiya talash tortish qilayotgan Senkaku taqim orollarining bexatarlik kelishimi doirasiga kiradiganligini muayyanlashtirdi.
Nikkei Asiya to'rining xabar qilishicha, yaqinda o'tkazilgan telefon yig'inida Yaponiya mudofaa vaziri Gen Nakatani bilan Amerika mudofaa ministri Pete Hegseth Yaponiya boshqarayotgan Senkaku taqim orollarining Yaponiya Amerika bexatarlik kelishimi doirasiga kiradiganligini qayta ta'kidlagan. Bu Donald Trump prezident bo'lgandan keyingi tunji qatimliq suhbat bo'lib, ular Yaponiya Amerika bexatarlik hamkorligini kuchaytirishni, bo'libmi Tayvanga yaqin bo'lgan Yaponiyaning g'arbi-janubiy rayonidagi hamkorlikni muzokara qilgan. Muzokarada Nakatani yana Yaponiyaning mudofaa iqtidorini kuchaytirish tirishchanligini ta'kidlagan. Ikki ministr ko'p taraflama hamkorlikni kengaytirish va Hind-Tinch okean rayonidagi mudofaa kuchini oshirish to'g'risida birdek fikrga kelgan. Nakatani davlat mudofaa chiqimlari to'g'risidagi aniq talablarni oshkorlamagan, ham Xitoyni tilga olmagan, ammo bu qatimliq suhbatning do'stona o'tganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu qatimliq suhbat Yaponiyaga nisbatan Xitoyning Senkaku taqim orollari atrofidagi harakatlarga bo'lgan andishiga tasalli bo'lgan. Ular yana bosh vazir Shigeru Ishiba bilan Trumpning 7 fevral o'tkazadigan yuqori darajalik yig'inning tayyorligini qilayotgan bo'lib, Nakatani Amerikada yuzturani uchirishni umid qilganligini bildirgan. Xitoy Trump hukumatining tamojna beji sababli sinoqqa duch keldi. Amerika prezidenti Donald Trump yo'lga qo'ygan 10% qo'shimcha tamojna beji sababli Xitoyning yangi savdo sinoqiga duch kelganligi ilgari surilmoqda. Nikkei Asiya to'rining xabar qilishicha, prezident Trump Xitoy mollariga yangidan qo'shimcha 10% tamojna beji qo'ydiganligini jakarlab, Amerika Xitoy savdo urushi to'g'risidagi andishalarni qayta qo'zg'atgan. Bu qaror Trumpning saylan mezgilida Xitoyga 60% kichik tamojna beji qo'yish haqidagi tahdididan keyin chiqarilgan. Tamojna beji qo'yishning sababi Xitoyning zaharli chekimlik moddalarining Amerikaga kirishini to'solmaganligi deb ko'rsatilgan. Tahlilchilarning qarashicha, garchi 10% qo'shimcha tamojna beji ilgirki tahdidga qaraganda yenikroq bo'lsa-mu, yanada Xitoyga qarata texmo ko'p savdo tadbirlari qo'llanish ehtimolligini ko'rsatib beradi ekan. Ba'zi mutaxassislar bu qadamni kelgusida Xitoy rejimi bilan suhbatlashishda asqatadigan ko'zir bo'lib qolishi mumkin deb qaragan. Bo'libmi Xitoy iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan bugungi vaziyatda bu tamojna beji yana chegara bexatarligini kuchaytirish maqsadida Kanada va Meksikadan kelgan mallarga qo'yilgan 25%lik tamojna beji bilan mos qadamda ekan. Vaziyat taraqqiy qilgan sari Xitoy shirkatlari ishlab chiqarishni chet elga yo'tkash va bozorni ko'p taraflamalashtirish orqali bu o'zgarishga moslashmoqda ekan. Xabarda aytilishicha, bu bayonot Xitoy pulining kursining tushishini keltirib chiqargan va Amerika pay cheki bozoridagi cho'ng Xitoy shirkatlarining pay bahosining jiddiy tushib ketishiga sabab bo'lgan. Bu sohada muqimsizlik mavjud bo'lsa-mu, ba'zi tahlilchilar Xitoyning bu vaziyatga bir amal qilib taqobil turadiganligini mo'ljallamoqda. Xitoy Savdo ministrligi va Tashqi ishlar ministrligi 2 fevral orqama-orqa inkos qaytirib, Trump hukumatining bu qaroriga qattiq norozi bo'lganligini va qat'iy qarshi turadiganligini, shuning bilan birga Dunyo savdo tashkilotiga bu haqda ariz sundiganligini da'vo qildi. O'zbekistonda Xalqaro Turk davlatlari universiteti qurilmoqchi. O'zbekistonning poytaxti Toshkentda Xalqaro Turk davlatlari universiteti qurilganligi e'lon qilindi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalqaro Turk davlatlari universitetining qurilishiga munosabatlik farmonni imzolagan. Farmonda ko'rsatilishicha, universitetda injenerlik, qurilish, orqisab, uchur texnologiyasi, sog'lomlik, yezi egiligi, yemaklik injenerligi, iqtisod va ijtimoiy fanlar qatorliq kasblarda xalqaroliq o'lchamlarga uyg'un darslar o'tildi ekan. Mazkur universitetni 2025-2026 yillik o'qish yilida boshlash planlanayotgan bo'lib, universitetning ma'rif sistemasida xalqaroliq tartibda oldingi 1000 universitetning ichidan o'rin olgan Turkiya oliy ma'rif o'rinlaridagi dars programmalari asos qilindi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunaqla bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.